Bugun kunimizda imonimizni himoya qilish biz yoshlarga nisbatan Payg'ambar alayhissalom xabar bergandek cho'g' tutqanga o'xshash nihoyat qiyin bir ish. Har qanday qiyinchilikni yengishda do'stlik va qarindoshlik nihoyat muhim o'rinda turgandek, iymon e'tiqodimizni dinsizlik shavqin suralari orasida sog'lom tutish uchun iymon ustiga qurilgan qarindoshlik va yaxshi do'st nihoyat muhim. Biz bu haqda izlanayotgan, qalbi iymoniy do'stlikka tashna bo'layotgan va ruhiga iymoniy ozuq oladigan buloq izlayotgan bir qancha yoshlar bir yerga to'plandi. Oxirgi zamonning ashabul kahflari kabi iymonimizni qo'g'dash uchun bosh qotirdik. O'ylandik. Oxiri kichik bo'lsa-mu bir o'rin hozirladik. Bu o'rinni faqat siz kabi samimiy do'stlik izlayotganlar uchun tayyorladik. Iymoni uchun ozuq izlayotganlar uchun tayyorladik. E'tiqodining suslashib ketganligidan ukunayotganlar uchun tayyorladik. Siz uchun tayyorladik. Hammanglarni 2022 yili 3-oyning 19-kuni shanba kuni sham namozidan keyin o'tkaziladigan yoshlar tavhid suhbatimizga taklif qilamiz.